Oyisha onamiz umuman farzand ko'rmadilar. Maryam onamiz umrlari davomida turmush qurmadilar. Osiyo onamiz Fir'avndek zolim va qattol er bilan sinaldilar. Xadicha onamiz dardga darmon yorlarini 40 yoshdan keyin topdilar. Fotima onamiz moddiy jihatdan kamtar va ba'zan yo'qsil hayot kechirdilar. Ularning hech birlarining hayoti muammosiz yoki mukammal emas edi va hech birini tanlagan yo'llari ham oson bo'lmagan. Lekin ular tarixdagi eng ulug' ayollardan bo'lib qoldilar. Na ular o'zlari kamsitilgan deb hisobladilar, na boshqalar ularni bechora hol deb achindi. Aksincha bugun ular butun mu'minalar havas qiladigan ayollarni ro'yxatida eng boshida zikr qilinadilar. Har kimning nasibasi keladigan vaqti bor. Har kimning imtihoni va sinovi ham turlicha bo'ladi. Bugun esa baxtni to'qlikda, muammosiz sharoitda, izzat ikromda va yoki romantik munosabatlarda deb o'ylaydiganlar bor. Ammo biz bilgan tarix boshqacha haqiqatni ko'rsatadi. Aslida insonning qadr-qiymati uni iymon e'tiqodi va sabr bardoshi bilan o'lchanadi.